Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan bugun biz Minecraft o'ynaymiz va biz Minecraftda tez kuchayish degan nomni qo'ydik va noldan kuchayamiz. Va biz mana shu qishloqda paydo bo'ldik, spawn bo'ldik. Olam yaratganda ohoy. Omadimiz juda ham qattiq yibdi. Omadimiz kelmaganga yarasha bunaqa sandalar ham ochib qo'ya qolamiz. Yo'q ekan ichida ichpala. Golemchasi bor ekan bunaqa ichlarga. Shu 3 blokli uyda kim turar ekan? Hayronman. Na divani bor, na boshqa narsasi. Bizga bu yerda mayna ham bor ekan, yaxshi. Bu yerdaga shu tiqib ketamiz. Qishloqqa. Fu. Musorni so'rgan. Musornasi? Narsa ikki qo'ya qolamiz. Mana qilib chop ketamiz. Bunaqasini ikki qo'yamiz. Bunasini chopamiz. Ekamiz. Chopamiz. Ekamiz. Chopamiz. Ekamiz. Va bizda 3 ta anaqa bor va biz hozir samon bloklarini qazib olamiz. Mayda to'g'rimi? To'g'ri. Yonimda ukam bor do'stlar, ukam ham o'ynamoqchi edi. Afsuski telefon ola olmay qoldi. O'shaning uchun ham yonimda qarab va gapirib o'tiribdi. Bu juda ham yangi versiya do'stlar, telefonga ham yangi versiya kelibdi va nayzalar qo'shilgan. Sizlar ham bemalol yangi versiyani o'tkazib o'ynashinglar mumkin. Xolaslar Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. Telegram kanalimda to'folasizlar degan umiddaman. Topa olmasanglar keyingi videolarimda qo'yaman. Do'stlar, endi ovqat masalasi hal bo'ldi, umuman hal. Mana buni qaranglar, shuncha samon blok. Yetmon bo'lganda juda ham yaxshi bo'ladi. Eng qizig'i, men haligacha hech biriga kuchaymaganman. Hech narsasi yurinman. Mana akay. Do'stlar, bu tezroq kuchayish deganda bu noldan kuchayish degani. Va men noldan kuchayishda ikkita, 3 ta qism olmoqchiman. Hammasini bitta videoda olishim mumkin emas. Chunki menda 50 ta obunachi kerak va obunachi olish uchun menga yana 11 ta, 12 tacha anaqa kerak. Biz hozir daraxt chopamiz. Va mana biz hozir tosh kuchay olamiz. Sразу temir kuchaysam ekan. Yo'q, temir kuchayish mumkin emas ukajon, hozircha. Chunki menda bunaqa narsa blok qo'yib yubordim. Hammasini olamiz. Bitta yasaymiz. Qo'yamiz. Yasaymiz. Qo'yamiz. Nayza! Hammasini yasaymiz. Oy, nayza! Nayza do'stlar, aytdim mana yangi versiya bor deb men sizlarga aytdim-ku. Hozir hammasini yasaymiz. Non yasaymiz. Va bitta nayza ham yasaymiz va ohoy do'stlar. Rostdan kamga endi hozir bu taxta bilan golemni o'ldirib chiqamiz. Nayza! Va mana bu yerga checkpoint qo'yib qo'yamiz. Har ehtimolga qarshi endi checkpointga baribir yotoq kerak bo'ladi. Yotoqni ham sindirib olib ketib qolamiz. Hozir nayza bilan biz nima qilamiz do'stlar? Golem o'ldiramiz. To'ppa to'g'ri. Golemjon. To'xta, hozir bu bittada o'ldirmasa-chi? Checkpoint qo'yganman. Hayya. Sharmanda. Checkpoint qo'ygandim shekilli. Jo'jam. Toshli. Oy, toshli qilish kerak ekan menimcha. Menimcha anaqasi yetmadi. Narsalarimizni olamiz. Negadir bu qishloqlarga ham bitta mobda ishlatib ko'rishimiz kerak.
Bizda esa mob yo'q. Mushuk qochib ketadi hozir srazin. Ha, men checkpointni bundan keyin olgandim esimda. Esimdan chiqib ketdi. Do'stlar, men srazin Nezriga ham borib borsam bo'lar ekan. Rosatda. Biz unda bitta ish qilamiz. Versakka qo'yamiz. Yasaymiz. Cho'p, kirka va toshdan kirka yasashga olg'a. Keyin esa temirga srazin kuchayib olamiz. Golem turibdi ekan, golemlarni o'ldiramiz. Lekin u golemjon Uy, yo'q. Astag'firullah, jichcha qoldi-ya. Shu toshni joyiga qo'yib qo'ysammikan? Loy bor, aytgancha loy ham o'tkazmaydi. IQ yashashini ko'rasizlarmi do'stlar? IQ deyiladi bu. Bu yerda mis bor ekan. Misga ham kuchayib olsam bo'ladi. Misdan nayza yasab olsa ham bo'ladi. Uning uchun menga tosh kerak. Misni ham hozir olib ketaman. Toshdan kirka yasaymiz. Bunisini uloqtirib yuboramiz, bunisini olamiz. Bu kerak emas. Va men to'xtanglar, bunaqasi qassamchi. Yerda lavali ko'l bor ekan. Lava oqmadi. Yo'q, yana pastda bor. Yana bitta pasta bor. Yana bitta. Yaxshi, yana bitta. Yaxshi, yana bitta. Yaxshi. Tepaga chiqishimiz uchun loy ishlatamiz. Bu noldan kuchayish deb ataladi. Ebe. Do'stlar, bedrockka o'rganman men. Haligacha o'sha-o'shanda qolib ketganman. Do'stlar, daraxtdan qilingan ekan. To'xtab turinglar, men qazib ko'raychi. Balkim tagida lava bordir desam, shak shubhasiz lava bor ekan. Mana bu yerda mayincha. Mana bu yerda mayincha bor edi. Qayerdaman? Ukam, men har doim bilaman-ku. Boya ko'rgandim. Bizda tosh kerak. Toshdan nima qilamiz, do'stlar? Bolta. Albatta, topdingiz. Toshdan biz pechka yasaymiz. Pechkadan mis kuchayamiz. Misdan temir qilib olamiz va nayza bilan hammasini solamiz. Mana kakras ko'mir ham bor ekan. Endi men ko'mir yoqib o'tirishim. Do'stlar, bunga mod qo'shmasam bo'lmaydi menimcha. Bu mod. Albatta mod kerak. Qanaqa tema? Ko'prik qasa bormi? Orqasi yana ko'prik bo'lsa, ko'prik qasa. Albatta topmading. Nega? Chunki musam bor ekan, voy. Mana masalan, bu yerda 2-3 ruda bo'lsa, men bitta rudani qassam, orqadagi 2-3 rudalar ham qazilib tushadi birdaniga. Lekin foiz o'sha ketadi. Lekin vaqtimiz tejaladi. Bu yerdagi mislarni ham uxlatdik. Tosh 27 ta. Yetib ortadi. Biz hozir uxlab olishimiz ham kerak, chunki tun tushib qolmoqda. Tezroq qo'yish kerak narsalarni. Men endi mana bu yerga kelishim va bu yerdan mana bu yerga o'tkazib va bu yerdan men bitta donagina onaqa narsa yasayman va tilim aylanmay qolyapti. Bu nima keragi bor? Va pechkani qo'yib turib, srazin tagiga ko'mir, ustiga 39 ta mis qo'yamiz va oldiga divanchani qo'yamiz va yotib uxlab olamiz. Va turdik. Va bitta donagina mis bilan men misdan nayza yasab olaman. Lekin cho'p yo'q. Va bo'laman shuncha cho'p ishlatib yuboryapmanmi?
Burada turibdi. Bitta nayza va tagimizga 3 ta saman bulib qo'yamiz. Yo'q, ketib qolyapti bu. Piu. Oy oy oy. Do'stlar, men hozir ikkinchi marta o'lib ketyapman. Ey. Qoch. Blok qo'ydingsa. Do'stlar, men hozir nechinchi marta o'ldim? 3-chi. Hozir. Ha. Hozir. Boryapman mana chiq. Mana hozir opa. Do'stlar, bu birinchi qism bo'lib chiqadi va sizlar ham buni o'ynashingiz mumkin va men buni hozir Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. Oldin tez o't ketamiz.